2025-yil 20-oktyabr sanasida Ruskiy sirenlar, rossiyskiy siren fioletoviy ochiladigan. Bular payvand qilingan bo'ladi. Bu yoq shoxlagan. Shakl berilgan variantda bo'yi 1 metrdan 1,5 metrgacha. Shablonda общий hisobda 4 yoshli ko'chatlar bular. Sotuvga tayyorlanyapti. Bir akamiz 250 ta so'ragani uchun chiroyli qilib paqirchalarga ekib tayyorlab beryapmiz. Joyida gullagan. Mana gullari ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda 2 metrdan yuqorilari ham bor. Mana gullari ham qolgan. Stollar mana shu holatda. Har xil variantda. Bunga o'xshab paqirga ekib sotuvga tayyorlanyapti. Kimga nechta kerak bo'lsa aytaverasizlar. Xudo xolasa 1,5 mingtagacha chiqarib bera olamiz. Gullagan gullari. Sotuvchilarga ham rosa zo'r variant. Tomirlari 100% chiroyli qilib olinyapti. Tomirlari ham zo'r bo'ladi. Kesilib ketmaganmi tomiri, qurib qolmaydimi deganlar uchun tomirlari normal holatda. Shu holatda paqirlarga ekib tayyorlab berilyapti. Bular o'sishdan to'xtagan, bargi to'kishni boshlagan, past tomonda bargi to'kilib bo'lgan, tepa tomoni qolgan. Buni bemalol qo'rqmasdan eksa bo'laveradi. Optim xaridorlar uchun arzon narxlarda kelishtirib beramiz.